Bir yil itti ishladim, mana endi kayf qilish kerak. Rostdan hamma narsa VIPmi? O'tda ichib qotib qolib, "Ho, bilan urishib lekin." Alash! Adasi, oyijon bilib qolmadilar Misrga ketayotganimizni. Yo'q, keliningizni tuberkulozi bor ekan, sanatoriyaga yotqizgan olib ketyapman dedim. Hech qilib bilib qolmasinlar-da. Wow, manzarani kayf qilar ekanmiz-da bugun. Sirrochni gastinisadan qiz topish kerak. To'xtalaring. Voy, manzarani chiroyliligini qarang. Odam charchadi, yur uxlaylik, xotin. Voy, samolyotda uxlab keldingiz-ku. O'sha aytaman deb bekorga uxladim. Yur, charchab ketdi, uxlaylik. Mani kiyimlarim tayyorlanadi. Voy, men bitta o'zim o'taman bo'lsa. Davay plyajga boraylik, plyajga. Adasi, plyajga chiqaylik. Ozgina uxlaylik, chiqamiz xotin, ozgina. Hop. Mana ona biz Misrga kelib oldik, xavotir olmang. Mana Ozod. Nima qilsin? Chorsudiy gumbaz o'rtoq. Beach manga tuflasa. Voy, o'rtoq, biz Eron bilan Misrga kelganmiz, maza qilib har kuni har xil joylarga chiqyapmiz. Voy, pishimozi bot. Shu o'rtog'im sizga yoqadimi? Kallangizni tiqvas? Yo'q, gaplashing. Men gaplashing. Agar mabodo sani erinam agar olib chiqmoqchi bo'lsa, komfortli va ishonchli Aventura turdan olganmiz. Sizlar ham o'shalardan olinglar. Xo'p, endi mabodo olib chiqsa-da endi Aventura tur. Kerak bo'lmasa ham kerak senga bu. Er-xotin maza qilishyapti qarilaring. Da, botlarga uylanib xotin bilan kelish kerak ekan. Og'aynilar maza qilishyapti. Bolalar bilan kelish zo'r bo'lsa kerak. Yeah.